tibbiyot instituti davolash fakulteti 333 A guruh talabasi Yigitali va Munavvar. Bugungi mavzuyimiz o'ttosh kasalligi, ya'ni xolelitiaz. O'ttosh kasalligi bu o't tufayida yoki o't yo'llarida turli o'lchamdagi va turli ko'rinishdagi toshlarni hosil bo'lishi bilan kechadigan kasallik. Bu kasallikning etiologiyasi, ya'ni sabablari metabolik buzilishlar, xolesterinning ortiqcha ishlab chiqarilishi, holatlar, o't kislotasi tuzlari va fosfolipidlarning kamayishi, ovqatlanishdagi odatlar, yog'li yoki yuqori xolesterinli ovqatlarni qabul qilish, ovqatlanishdagi rejimning buzilishi, kam ovqatlanish, uzoq muddat och yurish, gormonal omillar ayollarda ayniqsa homiladorlikda yoki gormonlarni ko'proq iste'mol qilishda ko'proq uchraydi. Kasalliklar fonida qandli diabet, semizlik, gepatit, sirroz va gemolitik kasalliklar. Oila a'zolarida o'ttosh kasalligi bo'lsa, xavfi ortadi. Bu kasallik yosh va oila a'zolarida o'ttosh kasalligi bo'lsa, xavfi ortadi. Bu kasallik yosh va jinsga ham bog'liq. Ko'proq ayollarda uchraydi. 40 yoshdan keyin ko'proq uchraydi. Patogenezi va rivojlanish mexanizmi. O't tarkibining o'zgarishi, o't suyuqligining litogenligi ortadi. Xolesterin o't suyuqligi erimay kristallanish boshlaydi. O't tufagining bo'shashuvi, o't yo'li chiqmaydi, dimlanadi. Yallig'lanish, o't tufagi yoki yo'llarning yallig'lanishi o't harakatini yanada buzadi. Kristallar aglomeratsiyasi xolesterin, kalsiy pigmentlar va bir-biriga yopishib tosh hosil qiladi. Ko'pchilikda uzoq vaqt va simptomsiz kechishi mumkin. Tipik simptomlar o'ng qovurg'a ostida og'riq, ayniqsa yog'li ovqatdan keyin kuzatiladi. Og'irlik hissi, ko'ngil aynishi, ich ketish yoki ich qotish ham kuzatilishi mumkin. Tana haroratining ko'tarilishi, yallig'lanishda ko'proq uchraydi. Terining sarg'ayishi o't yo'llari to'silganda bo'ladi. Asoratlari o'tkir yoki surunkali xolesistit, o't yo'llarining to'silishi, pankreatit, o't tufagining yirishi yoki perforatsiyasi, sepsis. Diagnostika, laborator tahlillar, qon umumiy va biokimyoviy tahlillari, bilirubin, transminazalar, amilaza darajasi, instrumental usullar. Ultratovush, UZI asosiy va samarali usul hisoblanadi. Kompyuter tomografiya, endoskopik retrograd usullar. Davolash usullari konservativ va operativ davolash usullariga bo'linadi. Konservativ dori vositalari bilan faqat kichik toshlarda simptom yo'q bo'lsagina qo'llaniladi. Spazmolitiklar, xoleritik va xolektenik dorilar ham qo'llaniladi. Parhez 5-raqamli dieta. Profilaktikasi, ya'ni bu kasallikni oldini olish, sog'lom ovqatlanish, kam yog'li, kam xolesterinli ovqatlarni iste'mol qilish, jismoniy faollik, vaznni nazorat qilish, ovqatlanish tartibini buzmaslik, homiladorlik davrida shifokor kuzatuvida bo'lish tavsiya etiladi.